Yaxshi, xarakterlarimiz to'g'ri kelyapti. Yana bitta savol bersam, maylimi? Mayli, bering. Agar mabodo taqdir nasib qilib turmush quradigan bo'lsak, Hop. ota-onangiz bilan birga yashaymizmi yoki alohida? Menga qolsa, alohida yashaganimiz ma'qul. Yaxshi savol berdingiz. Bilasizmi? Har bir erkak kishi ota-onasini hurmat qiladigan juft halol xohlaydi. Agar siz eringizni rozi qilish niyatingiz bo'lsa, birinchi o'rinda ota-onasini rozi qilishingiz kerak bo'ladi. Mana erkak kishi qanaqa turmush o'rtoq xohlaydi. Xo'p, endi menga aytingchi, kelajakda farzandingizga xuddi o'zingizga o'xshagan, ota-onasini ikkinchi darajaga qo'yib qo'yadigan qiz olib bergan bo'larmidingiz? Men shu to'lab kelay.